To'xtab qolgan soat millari ham kunda 2 marta vaqt unga to'g'ri bo'lgandagina aldamaydi. Xotiralar esa inson miyasida sanchilib qolgan yuzlab soat millariga o'xshaydi. Ular bemavrid bezovta qilmaydi. Biroq shunday fursat yetadiki, xotiralar ko'z o'ngimizda gavdalana boshlaydi. Kamolov Karim Jamolovich, u ham shunday kutilmaganda ketdi. Ortidan minglab shogirdlari, kasbdoshlari, farzandlari va butun Buxoro zor-zor yig'lab qoldilar. Bag'ri rutubatdan zimziyo tunning ko'zlaridan tomdi. Qatra-qatra yosh. Ko'kda yulduz uchdi. Yana bir yulduz namchil tuproq uzra asta qo'ydi bosh. Yana bir orzular gulxani so'ndi. Titroq g'unchalarning ohlari shabnam diydor farishtasi hijronga ko'ndi. Qayg'u taomiga qo'shib achchiqdan. Bandalik shu erur taqdir. Taftingni olmoqchi bo'lar har qaroq, g'amni ko'tara olmay titragan dir-dir. Munavvar tong sochi ruhingiz oppoq. O'zining 47 yillik faoliyati davomida Karim Kamolov chinakam rahbarlik qobiliyati, insoniy fazilatlari bilan ulkan hurmat qozondi. Buxoroning har tomonlama rivojlanishi va obod bo'lishiga katta hissa qo'shdi. Karim Kamolov 1955-yili Buxoro shahrida tug'ilgan. Buxoro oziq-ovqat va yengil sanoat texnologiyasi institutini bitirib, mehnat faoliyatini qurilish sohasida boshlagan. 1994-2007-yillarda Buxoro shahri hokimi sifatida samarali mehnat qilgan. Mazkur davrda bu yerda mislsiz bunyodkorlik ishlari amalga oshirilib, iqtisodiy-ijtimoiy sohalar izchil rivojlandi. Shaharning 2,5 ming yillik tantanalari keng nishonlandi. Xalqaro festivallar muvaffaqiyatli o'tkazildi. Qadimiy obidalar obod qilinib, turizm infratuzilmasi yaxshilandi. Sharqda joy insonni emas, inson joyini bezaydi degan naqli bor. Shundaylardan Hoji Abu Hafs Kabiri Buxoriy, Ismoil Samoniy, Imom Ismoil Buxoriy, Abu Ali bin Sino, Muhammad Narshaqiy, Abduxoliq G'ijduvoniy, Hazrat Bahovuddin Naqshband kabi buzrukvorlar tufayli Buxoro sharaf topdi va uni xalq sharif deb atadi. Taqdir taqozosi bilan Buxoro asrlar davomida bir necha imperiyalar tarkibida aziyat chekdi. Shuning uchun ham uni jafokash ham deb atasa bo'ladi. Shunga qaramasdan ajdodlarimizni ruhi poklari xalqimizni kelajakka bo'lgan ishonchi tufayli Buxoro bugungi baxtli kunga kelib yetdi. Har bir shaharning boshqa bir shaharlardan farqli tomoni bo'ladi albatta. Buxoroning boshqa shaharlardan farqi nimada? Buxoroda kamoli iymon, sabr deydi. Balkim Buxoroning farqi shundadir. Karim Kamolovning mehr-oqibat, muruvvat, ehtiyojmand kishilarga g'amxo'rlik qilish kabi insoniy fazilatlari haqida ham ko'pchilik yaxshi biladi. U kishining sa'y-harakatlari bilan ko'plab ijtimoiy himoyaga muhtoj insonlarga insonparvarlik yordamlari ko'rsatilgan. Karim akaning mehribonlik, muruvvat uylariga tashriflari har gal chinakam bayramga aylanib ketardi. Bolaparvar Karim Kamolov har bir bolajon bilan samimiy suhbat qurardi. Karim Jamovichning boy bilim va tajribasi 2007-2017-yillarda 20-trest mas'uliyati cheklangan jamiyati raisi bo'lib ishlagan paytlarida ham qo'l keldi. Karim Jamolovich mahoratli quruvchi sifatida nafaqat viloyatimiz, balki respublikamizdagi boshqa qator viloyatlarda ham yirik obyektlar qurilishida ishtirok etganlar. Xususan, Jizzax, Surxondaryo, Navoiy viloyatlarida barpo etilgan yirik markaziy o'yingohlar ham Karim akaning rahbarligi ostida bunyod etilgan.
Oxirgi yillarda viloyatda yuz bergan keng ko'lamli o'zgarishlar ham Karim Kamolov sermahsul faoliyati bilan bog'liq bo'ldi. U 2017-yildan Buxoro shahri hokimi, 2020-yil fevraldan Buxoro viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi sifatida mamlakatimizdagi islohotlarni amalga oshirishda fidokorona mehnat qildi. Xalq deputatlari viloyat va shahar kengashlari a'zolari qatorida hududning iqtisodiy-ijtimoiy taraqqiyotiga xizmat qiladigan muhim qarorlarni ishlab chiqishga ham hissa qo'shdi. Karim Kamolovning davlatimiz va xalqimiz oldidagi buyuk xizmatlari munosib taqdirlanib, u do'stlik, mehnat shuhrati ordenlari bilan mukofotlangan. Haqroq darvozasi chiqardi ovoz. Bu qadim giryani opichlab shamol nurli jamollarga yetishmoq uchun Karim Jamol kelyapti. Karim Jamol. Minor bir qalqidi. Labi hovuzgung, hammani yig'latib yana qilib lol, hamroh bo'lmoq uchun hojat barorga. Karim Jamol kelyapti. Karim Jamol. U ekkan hollar chinor bo'lgaylar. Nabiralar hali topishar kamol, ular raftoriga qarab aytgaymiz. Karim Jamol kelyapti. Karim Jamol. Barchamiz uchun qadrli bo'lgan Karim aka Kamolov tarixiy shaxs edi. Donishmandligi, mehnatkashligi, uzoqni ko'ra bilishi va kamtarligi bilan u katta e'tibor, obro'ga ega bo'ldi. Karim Jamolovich o'z hayoti va taqdirini jonajon Buxoromiz xalqiga bag'ishladi. Viloyatimizda ayniqsa Ko'hna Buxoro shahrida qator bino va inshootlar, istirohat bog'lari qurilishi, tarixiy obidalarni saqlash va ularni restavratsiya qilish va boshqa qator obodonlashtirish ishlari borasidagi ulkan yutuqlarni Karim Jamolovichning nomi bilan bog'lamaslikning imkoni yo'q. Karim Kamolov nafaqat keksalar, balki Buxoro yoshlari qalbida ham chuqur joy olgandi. Zero u bilan o'tgan uchrashuvlarda kechgan samimiy suhbatlar, emin-erkin muloqotlar, kayfiyat ulashadigan yondashuvlar buning yorqin ifodasidir. Karim Kamolov barchaning qalbida nafaqat rahbar, balki samimiy suhbatdosh, dilkash inson sifatida ham yorqin iz qoldira oldi. U Buxoroning yuragi edi, Buxoroning vijdoni edi, Buxoroning chinakam farzandi edi. Shu xalq uchun, shu o'lka uchun fido bo'lib yashagan Karim Kamolovning yorqin xotirasi oldida bosh egamiz. Allohdan jannatlar ato etishini so'raymiz. Hoji Imom Hafsi Kabir Buxoriy qabristoni obodligi uchun to'kkan teri jannat suvi bo'lsin. Kaftlarga ingan tuproq chaman ochsin. Go'rini nurlarga to'ldirsin. Karim Kamolov vafotidan uning shaharsozligida uzoq asrlar davomida yer ostidan qayta bosh ko'targan 1000 yillik tarixiy obidalar, har g'ishtida uning qo'llarining tafti qolgan zamon bilan basma-bas bo'ylashayotgan bino va inshootlar ham nola qildi. U ketdi, ortidan qoldilar bo'zlab. Farzandlar, do'sti, yor va yana yuzlab u kamol toptirgan shogirdlar ham. U ketdi boqiy bir dunyoni ko'zlab, so'zlar toldi ortidan, izlarin izlab va yana u qurdirgan imoratlar ham. Karim Jamolovni qilgan mehnatlari, umuman Buxoro xalqiga bo'lgan sadoqati, mehri, muhabbati cheksiz. Adolatdan, poklikdan birinchi o'rinda Karim Jamolov turadi. Ikkinchidan, xalqqa bo'lgan mehri, hurmati, mehnatini hech qachon ayamadi. Shu kungacha faqat o'zini mehnati bilan, ota-onasi tarbiyasi bilan akalariga, ukalariga, qarindoshlariga, butun mana shu Buxoro yoshlariga, xalqiga namuna bo'ldi desak, bu ham adolatdir. Hammamizga juda katta yo'qotish, bu insonni hech qachon unutmasimiz kerak. Juda ko'p rejalari bor edi Buxoro to'g'risida, o'zini fikrlari bor edi. Har safar gaplashsak, menga ma'qul bo'lgan joylari ko'p lo'nda qilib masalalarni qo'yib va shu masalalarda hammasini tagida bir vaqtlari ko'proq ham aytardi masalalar, lekin men o'zimga savol berardim, bu o'zi uchun emas-ku, Buxoro xalqi uchun mana shunday masalalarni qo'yapti deb juda mamnun bo'lib xursand bo'lardim. Ey yaxshilar, dil qushkin, qalbi samolar qurgan, sochib elga gul mushkin, aqli rasolar qurgan.
ming yillar kim Buxoro, mahzundir olam aro, yurtni sevgan insonlar go'zal binolar qurgan. Qo'l ishda dil haqda deb, iymon ila berib zeb, ko'ngli gulu quli gul asli ustolar qurgan. Buxoriylar shavkatin chekib ilm zahmatin, Buxoriyu Narshahi Ibn Sinolar qurgan. Hazrat Imom yetpir maskanlar topdi ta'mir, avlodlarga merosni ahli donolar qurgan. Silab g'arib boshini, artib ko'zdan yoshini, mehri o'yin dillarda, mehri daryolar qurgan. Nomingizni duoda eslasalar dunyoda, sizning yaxshilik demak aksi sadolar qurgan. Odamiylik uyini chalib hayot kuyini, Karim Kamoldek asl joni fidolar qurgan. Ha, Buxorodik sharif shaharning nomini butun dunyoga tanitganlar orasida, uning chiroyiga chiroy, ko'rkiga ko'rk, dovrug'iga dovrug' qo'shganlar orasida Kamolov Karim Jamolovichning nomi alohida yodga olinadi. Elparvar, xalqparvar Karim Kamolovning yorqin xotirasi hamisha qalbimizda mangu yashaydi. Uning oila a'zolari, yaqinlari, jonajon xalqiga sabr va bardosh tilaymiz.